Hozirgi kunda mana hukumatimiz tomonidan e'lon qilingan joriy yilda atrof muhitni muhofaza qilish va yashil iqtisodiyot yilida albatta eng katta masalalar resurslarni saqlagan holda kelgusi avlodga meros qilib qoldirishni o'ylagan holda iqtisodiyotni rivojlantirish asosiy masala bo'lib hisoblanadi. Bu yo'lda barcha masalalar ko'rilyaptiki, mana shu Qonunchilik palatasi tomonidan tegishli bo'lgan huquqiy me'yorlar, huquqiy hujjatlar ishlab chiqilyapti. Bunga biz ham olimlarimiz, institutning jamoasi ham hissa qo'shib, albatta o'zining takliflarini mana shu konsepsiyalarda aks ettirishga harakat qilyapti. Eng katta masalalardan bittasi mana shu qonunchiligimizda aks ettirish kerak deb o'ylaymiz. Ko'pchilik mana shu savol beryapti. Albatta, bu yerda joriy yildagi ilmiy jihatdan yondashuv juda ko'p marta gapiriladi, ko'p marta mana shu talab qo'yilyapti. Ilmiy jihatda yondashuvda olimlarning fikri bo'lishi uchun Qonunchilik palatasi tomonidan ham demak o'sha ekologiyani saqlashga, yerlarni saqlashga, tabiatni asrashga, shu asosda iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan loyihalar bo'lsa, demak mana shu jamoamiz bilan bizga o'xshagan o'sha oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tadqiqot muassasalari olimlari ham ishtirok etib, mana shu yerda o'zlarining jamoaning fikrlarini bersa, mana shu orqali kerakli bo'lgan ishlamalarni yaratsa, demak albatta bu mamlakatimiz rivojiga, katta iqtisodiyotning rivojiga katta hissa qo'shadi. Mana bugun deputatlik faoliyatim davomida Samarqand viloyati hududiga biriktirilgan deputat sifatida ishni boshladim. Biz xabardormiz har bir tuman haqida, har bir hudud haqida mana 2025-yilda qaysi yo'nalishda qanday ishlar amalga oshiriladi, qanday vazifalar amalga oshiriladi, aholini qiynayotgan qanaqa masalalar va muammolar yechimini topadi. Ana shular haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin odamlar shu bevosita o'sha muammolar haqida so'raganda yoki yechimini kutayotgan masalalar, bo'y ko'rsatib qolgan masalalar haqida so'raganda biz bemalol mana shu bu ish mana bu muddatda bajariladi degan javoblarni bera olamiz. Keyingi manzilimiz Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti bo'ldi. Bu yerda professor, o'qituvchilar, olimlar, ilmiy tadqiqotchilar bilan uchrashdik. Bu yerda demak yana bir nechta yangi tadqiqotlar bilan tanishdik. Bundan tashqari mana hozir aytayaptim, mana bu yerda ko'p noyob urug' navlarini tanishtirishdi. Hozirgi kunda bu institut tomonidan ishlab chiqilgan navlardan viloyatda 15 ming gektardan ortiq maydonga ekish ishlari olib borilayotgan ekan. Bu ham katta yutuq. Albatta bu institutda qilinayotgan ishlar, institutda ilmiy tadqiqotlar kelgusida mana shu yangi navlarning yaratilishi, kelgusida ekologik bir muammolarning yechilishida qaysidir ma'noda xizmat qiladi deb o'ylayman. Biz Ekopartiya deputatlari, Ekopartiya faollari umuman institut bilan hamkorlik qilishdan biz manfaatdormiz. Samarqand viloyati sharoitida eng ertagi muddatda brokkoli karamini ekish muddatlarini o'shalar orqali yuzaga keladigan radioaktiv kasalliklar, rak kasalligi, saraton kasalliklariga qarshi kurashish qobiliyatiga ega. Respublikamizda uncha katta maydonlarda ommalashmagan. Bu ekinimizda hozir respublika bo'yicha navi yo'q. O'zimizga vazifa qo'yib olganmiz shu navni yaratishni ham. Uni to'g'ridan to'g'ri o'zini iste'mol qilsa bo'ladi. Samarqand viloyati sharoitida eng ertagi muddatda brokkoli karamini ekish muddatlarini, ekish sxemalarini, o'stiruvchi biostimulyatorlarni qo'llashni dala tajribasida ko'rib chiqyapmiz. Bundan olingan natijalarni qayd qilishimiz uchun modul o'simliklar tanlab olinib, hozir mana shu modul o'simliklarimizni belgilab qo'yish jarayonidamiz. Bu karamimiz o'zimizning respublikamizda an'anaviy ekinlardan bittasi hisoblanib, tarkibida sulforafan moddasi bor. Hozirgi kunda bilamizki, butun dunyoda va respublikamizda ham kuzatilayotgan o'sha texnikalarning ko'payib ketishi, o'sha zavodlarning, fabrikalarning chiqarayotgan zaharli chiqindilari, o'shalar orqali yuzaga keladigan radioaktiv kasalliklarni, ya'ni saraton, rak kasalliklarini oldini oladi. Sulforafan moddasiga boy bo'lib, rak kasalligi, saraton kasalliklariga qarshi kurashish qobiliyatiga ega. Shuning uchun respublikamizda ham bu ekinni yetishtirish maydonini va hosilni ko'paytirishga o'z hissamizni qo'shmoqchimiz. Bu karam o'zi hali respublikamizda uncha katta maydonlarda ommalashmagan. Ya'ni umuman respublikamizda oladigan bo'lsak, hali 500-800 gektar maydonda yetishtiriladi. Karamimiz o'zi asl vatani Italiya hisoblanadi. Biz shu ekinimizni keng joriy qilishga o'sha tajriba natijalarini fermer xo'jaliklariga, dehqon xo'jaliklariga, tomorqa xo'jaliklariga ulashish natijasida bu ekinimizni keng ommaga yoymoqchimiz. Bu ekinimizda hozir respublika bo'yicha navi yo'q. Hozircha faqat davlat reyestriga kiritilgan, o'zimizda ekish uchun tavsiya etilgan
duragaylari bor. Barcha janubiy markaziy mintaqalarda ekib o'stirilyapti. Hali yaratilmagan nasib izlanishlarimizni oxirida biz o'zimizga vazifa qo'yib olganmiz shu navni yaratishni ham. Bu izlanishlarni 4 yil davomida olib bordik. 2 yil magistraturada, hozir mana keyingi 5-yilimiz ketyapti izlanishda. Kunimizni hozirgi kunda o'sha har xil salatlarda dudlangan yoki qovurilgan holatda yoki garnimlarga yoki sho'rvalarga qo'shib iste'mol qilish tavsiya qilinadi. Asosan o'sha qovurilgan yoki o'sha boshqa sho'rvalarga solingan holatda uni tarkibidagi bizga kerakli bo'lgan moddalar, antioksidantlar chiqib ketish holati kuzatiladi. Uni faqatgina o'sha salatlarga qo'shgan holatda o'zini bu karamimizni boshqa karamlardan, ya'ni o'sha gul karamdan yoki boshqa karamlardan bitta foydali xususiyati yoki ustunligi uni to'g'ridan-to'g'ri o'zini iste'mol qilsa bo'ladi. Pishirmasdan, qaynatmasdan o'zini yuvgan holatda iste'mol qilsa bo'ladi. O'sha orqali uni tarkibidagi o'sha inson organizmiga ta'sir qiladigan kerakli moddalar saqlanib qoladi. Bu ekinimiz o'zi ochiq maydonlarda ham keng yetishtiriladi. Faqatgina biz endi ko'rib turganingizdek isitilmaydigan parniklarda eng ertagi muddatda yetishtirishni tajriba sifatida o'rganyapmiz. Bugun institutimizga Yaponiyaning JICA tashkiloti, ya'ni bu Yaponiya xalqaro hamkorlik agentligining prezidenti janob Akihiko Tanaka janoblari tashrif buyurdi. Tashrifning asosiy maqsadi O'zbekiston Yaponiya hamkorligini yanada yuqori darajaga olib chiqish, institutimizda olib borilayotgan ishlar, jumladan o'sha xurmoni quritish masalasiga alohida demak urg'u berildi. Bu nimani beradi? Albatta bu xurmoni dehqon xo'jaliklari da quritish albatta dehqon xo'jaliklariga qo'shimcha daromad olib keladi. Bizlarni professor o'qituvchilarimiz, talabalarimiz mana shu loyihada ishlab, ishtirok etib, yaponiyalik hamkorlar bilan birgalikda ishlab, demak bu kelgusida albatta O'zbekistonning umuman dehqonlarning daromadini oshirishga yordam beradi. Tanaka janoblarining tashrifi juda ham bizga katta bir motivatsiya, katta bir rag'bat berdiki, sababi demak kelgusida yana hamkorlikni o'sha kadrlar tayyorlash, undan tashqari talabalarni professor o'qituvchilarimizning almashinuvi jarayonlariga ham asosan urg'ulandi. Biz mana shu yuqori martabali mehmonning institutga tashrifidan juda ham mamnunmiz. Bugungi kunda jahon miqyosida aholining iste'mol mahsulotlariga bo'lgan talab va ehtiyojini to'laqonli qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash dolzarb muammolardan biri bo'lib turibdi. Ana shunday muhim talablardan kelib chiqqan holda mamlakatimizda ham innovatsion uslubda qishloq xo'jaligi va oziq-ovqat mahsulotlarini yetishtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, xorijdan keltirilayotgan serhosil meva-sabzavotlarning urug' va ko'chatlarini ilm-fan yutuqlari asosida o'zimizda ko'paytirish bo'yicha yangicha yondashuvlar, istiqbolli loyihalar
loyihalar hayotga tatbiq etilmoqda. Ana shu talablardan kelib chiqib, Samarqand Agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar institutida kartoshka urug'chiligini rivojlantirish maqsadida O'zbekiston-Koreya kartoshka urug'chiligi markazi faoliyati yo'lga qo'yildi. Koreya Respublikasi Qishloq xo'jaligi, oziq-ovqat va qishloq hududlarini rivojlantirish vazirligi, Koreya qishloq hududlarini rivojlantirish korporatsiyasi bilan hamkorlikdagi loyiha doirasida institutda gidroponik issiqxona, in vitro laboratoriyasi va omborxona qurildi. Loyiha 5 bosqichda amalga oshirilib, dastlabki bosqichda in vitro laboratoriya sharoitida ichki merisistema to'qimalari orqali turli kasalliklardan xoli, ayniqsa virussiz urug'lik kartoshka ishlab chiqariladi. Ayni bu jarayonlarni institutning yosh olimlar, doktorant, magistr va talabalari amalga oshirmoqdaki, bu ularni ham ilmiy salohiyatini oshiradi, ham amaliy ko'nikmalarini rivojlantirishga katta yordam beradi. Koreyalik olim, loyiha menejeri Qo'yin Mokcho kartoshka urug'chiligi sohasida uzoq yillik tajribaga ega mutaxassislardan biri. Ayni paytda u samarqandlik olimlarga in vitro usulida kartoshka urug'ini yetishtirish, ko'paytirish borasida o'z tajribalarini o'rtoqlashib kelmoqda. Olimning ta'kidlashicha, ushbu loyiha nafaqat mahalliy iqlimga mos bo'lgan kasalliklardan xoli kartoshka urug'larini yetishtirish imkoniyatini beradi. Shu bilan birga samarqandlik olimlar yosh tadqiqotchilar uchun ham ilmiy faoliyatini yuksaltirishga yordam beradi. Muhimi, mahalliy fermer va dehqonlar uchun arzon, sifatli va sog'lom kartoshka urug'larini yetkazib beradi va bu bilan mahsulot ishlab chiqarish hajmi hamda hosildorlik yanada ortadi. Hozirda mazkur oliygohning yuqori bosqich talabalari ustozlari yordamida kartoshka urug'chiligi yo'nalishida tadqiqotlar olib bormoqda. Gidroponika issiqxonasida tajribalar o'tkazmoqda, bilim va ko'nikmalarini oshirmoqda. Albatta, kartoshka urug'larini bunday sharoitlarda ko'paytirishning o'ziga xos jihatlari bor. Issiqxonada kartoshka urug'larini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyasidan samarali foydalanilmoqda. Buning uchun zamonaviy uskunalar keltirilib o'rnatilgan. Bu esa suv sarfini kamaytirib, ekin rivojini yanada tezlatishga, birovardida hosildorlikning oshishiga xizmat qiladi. Ushbu markazda respublikamiz iqlim sharoitiga mos, nav hamda sog'lom, yuqori sifatli urug'larni intensiv usulda ishlab chiqarish, sohada kadrlar salohiyatini bosqichma-bosqich oshirish evaziga oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish dasturlari ijrosini amalda ta'minlash, xalqimiz dasturxonini sifatli va arzon iste'mol mahsulotlari bilan serob etishga erishiladi. Nuhat 3 ta asosiy muammoni hal qilishga yordam beradi. 11 ta nav mavjud. Shuning nuhat ekinni ekishdan oldin avvalo agar ekish sxemasi zich bo'ladigan bo'lsa 15 sentrgacha hosil olishimiz biz ko'zlagan maqsadga erishamiz. Sug'orilmaydigan yerlar mavjud bo'lsa, ilmiy tadqiqot ishlariga asoslangan holda tomoshabinlar, agarda siz nuhat ekmoqchi bo'lsangiz va albatta siz o'sha ko'zlagan maqsadga erishasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Men hozir sizlarga dukkakli don ekinlaridan biri bo'lgan nuhat o'simligi haqida qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Dukkakli don ekinlari orasida nuhat alohida bir ahamiyat kasb etadi. Nuhat 3 ta asosiy muammoni hal qilishga yordam beradi. Birinchisi don yetishtirish, ko'paytirish muammosi. Ikkinchisi oqsil muammosi va uchinchisi tuproq unumdorligini saqlash va oshirish muammosini hal etadi. Nuhat doni tarkibida oqsil miqdori yuqori hisoblanadi. Don tarkibida 25-30% gacha oqsil mavjud. Hozirgi kunda nuhatning davlat reyestriga kiritilgan 11 ta nav mavjud. Shuning ichida 2 tasi sug'oriladigan yerlarga tavsiya etilgan, qolganlari esa demak lalmikor yerlarda yetishtirishga tavsiya qilingan. Mahalliy navlardan tashqari Eron nuhat navlari hamda Rossiya, Turkiyadan keltirilgan nuhat navlarini ekib yetishtirmoqda. Demak, kuzda noyabr oyida 2-3 10 kunligida ekiladigan bo'lsa, bahorda demak har bitta viloyatdan, har bitta o'sha mintaqadan kelib chiqqan holda ekish muddatlari belgilanadi. Nuhatning ekish me'yorlari navlarga bog'liq holda amalga oshiriladi. Biz nuhat ekinni ekishdan oldin avvalo demak urug'larni dorilab olishimiz kerak. U har xil o'sha kasalliklarga chidamligini oshirish uchun nuhat urug'lari demak dorilanadi. Nuhatni sug'orish tartibi bu tuproqning mexanik tarkibiga qarab nuhat o'simligi demak 2 yoki 4 martagacha sug'oriladi. Nuhat o'simligini yetishtirishda har bitta agrotexnologik tadbirlar, ekish muddati, ekish me'yori, sug'orish, o'g'itlash
begona o'tlarga qarshi kurashish, kasallik va zararkunandalarga qarshi kurashish tadbirlarni o'z vaqtida bajarilsa, albatta no'xatdan yuqori hosildorlik olib, yuqori demak iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin hisoblanadi. Agar biz aytdikki, ekish me'yori, ya'ni ekish sxemasiga ham e'tibor berishimiz kerak. Agar ekish sxemasi zich bo'ladigan bo'lsa, demak ko'saklar, ya'ni o'sha dukkaklar soni kamayib ketadi. Agarda uni ma'lum ekish me'yori, ya'ni ekish sxemasini to'g'ri belgilaydigan bo'lsak, dukkaklar soni ko'payadi va dukkaklardagi donlar soni ham oshadi va yirik o'sha mana e'tibor bering, yirik dukkaklar hosil bo'ladi. Lalmikor yerlarda no'xatdan agar yog'ingarchilik yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hektaridan 13-15 sentrgacha hosil olishimiz mumkin hisoblanadi. Bunday hosil olishda to'g'ri agrotexnik talablarni amalga oshirsa, biz ko'zlagan maqsadga erishamiz. Sug'oriladigan yerlarda esa bu navlarga bog'liq holda demak hosildorlik olishi mumkin. Ya'ni bu 25 hattoki ayrim navlardan 40 sentrgacha hosil olishi mumkin. No'xat o'simligi bu men yuqorida aytdim, qurg'oqchilikka chidamli o'simlik. Agarda sizda o'sha lalmikor yerlaringiz, sug'orilmaydigan yerlar mavjud bo'lsa, demak bunga uncha ko'p suv kerak emas, talab etmaydi va o'sha yerdan unumli foydalansangiz va to'g'ri agrotexnik talablarni qo'llasangiz, albatta yuqori hosildorlikka erishish mumkin. Hozirgi kunda o'sha Samarqand Agroinnovatsiya va tadqiqotlar institutida o'sha no'xat ekinini yetishtirish bo'yicha bir qancha ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdamiz va o'sha ilmiy tadqiqot ishlariga asoslangan holda taklif va tavsiyalarni aholiga, fermer xo'jaliklari, agroklaster rahbarlariga berib bormoqdamiz va bu o'sha no'xatdan yuqori hosil olishga erishilmoqda. Hurmatli tomoshabinlar, agarda siz no'xat ekmoqchi bo'lsangiz, no'xatni o'sha ko'proq hosildorlikka erishmoqchi bo'lsangiz, bizning o'sha Samarqand Agroinnovatsiya va tadqiqotlar institutiga murojaat qilsangiz, biz sizga o'sha ilmiy jihatda, ilmiy tadqiqot natijalari asosida to'g'ri maslahatlar, takliflar, tavsiyalar beramiz va albatta siz o'sha ko'zlagan maqsadga erishasiz degan umiddaman.